Surunkali tanzilitdan qutulishning oson usuli. Agar sizda yoki farzandingizda xronik tanzilit bo'lsa, sovuq havoda va muzdek suv ichish bilan tanzilit xuruji boshlanaversa, kimyoviy dorilar natija bermasa, unda siz quyidagi usulni qo'llashingiz kerak. Sizga kerak bo'ladigan mahsulotlar kurkuma va toza asal. Bu mahsulotlarni birga bir nisbatda aralashtiring. Ya'ni masalan 1 choy qoshiq kurkumaga 1 choy qoshiq asal aralashtirasiz. Ertalab nonushtadan oldin 1 choy qoshiqdan iste'mol qiling. Muolajani 10 kun davomida erinmasdan bajaring. Kurkuma va asal tabiiy antibiotik va tabiiy antiseptik bo'lib, tomog'ingizni bakteriyalardan samarali himoya qiladi. Bu videoni doimo tomog'i og'rib yuradigan tanishlarga jo'nating. Agar sizga foydali bo'lgan bo'lsa, menga obuna bo'ling, like bosing va kommentariyada plus belgisini qoldiring.